esdalik lentasini demak siz bilan menga nasib qilgan ekan ochish. Keling. Qarsak chalamiz. Mana. Yaxshi kunlarga. Oho. Yürüyün ona. Yürüyün. Oyoq yechish kerak ekanmi? Yürüyün. Oho. Assalomu alaykum. Oho. Yaxshimisizlar? Qanaqa kayfiyatinglar? Yaxshimi o'quvxonanglar? Mazza qilyapsizlarmi? Meni ham havasim keldi. Issiqqina, chiroyli, shinam, zamonaviy ta'minlangan. Mana bu ingliz tilida yozilgan, chiroyli. Sizlarni yana o'qishga undovchi sharoit yaratilibdi. Juda ham xursandmiz. Sizlarni tabriklayman. Kelajakda yuqori cho'qqilarni olishinglarni tilakdoshiman. Yana o'rtoqlaringlar ko'paysin. Yana yoninglarda yuradigan sizlarga o'xshab mana shu ingliz tilini qiziqib o'qib, har xil turdagi sertifikatlarni qo'lga kiritib, mana shu nimamizga, tumanimizga, viloyatimizga o'zini hissasini qo'shadigan yoshlar ko'paysin. Tabriklayman hammanglarni. Rahmat, sog' bo'linglar. Qanaqa dars berishingiz yaxshimi? Bolalarning qiziqishi qanaqa? Yaxshi. Hamma maktabdan terib oldingizmi? Yo o'zlari qiziqqan? O'zlari kelishadi. Necha yoshdan boshlab? 4 yoshli o'quvchiman borda. 4 yoshli? Bu 4 yoshli gruppan boshqa kuni keladi. Qani menga kim aytib beradi? Men shu o'zini nima deydi? Avtobiografiyasini, tarjimai holini kim aytib beradi? Jasmina. Qani? Ingliz tilida qani? Qani uyalmasdan qizim. My name is Jasmina. My surname is Badrullah. I'm 12 years old. I study at number 28. I can speak English. I like my teacher. Rahmat qizim. Rahmat, hammanglarga omad. Sog' bo'linglar. Yaxshimi o'quvxonalar? Nimalarda kanikullarda bemalol yana shug'ullanib, o'zingizlarni biliminglarni oshirib, sinfda eng a'lochi bo'lib, qanaqa mazza shunaqa qilib o'qish, sinfda eng a'lochi bo'lib, 6-sinf, 5-sinfdan boshlab, 7-sinfdan boshlab turli xil darajadagi sertifikatlarni qo'lga kiritib, 11-sinfda o'qiyotganinglarda bo'ldi, sen imtihonsiz o'qishga qabul qilinding degan qanaqa mazza shunaqa gaplarni eshitish. Shuning uchun davrani kengroq olib, o'rtoqlarni yana ko'paytirib, nima deydi, o'zimizni bilimimizni oshirishimiz kerak. Kelajakda vatanga xizmat qiladigan yoshlar sizlar. Har tomonlama yetuk bo'lishinglar kerak. Til jihatdan ham, boshqa odob, axloq jihatdan, tabiiy fanlar, aniq fanlar jihatdan ham har tomonlama zo'r yigit qizlar bo'lishinglar kerak. Hammanglarni tabriklayman bugungi ochilish kuninglar bilan. Bu yerda davomiy darslar ko'paysin. Necha soat darsingiz? Betami? Beta hozir 4 ta guruhdan bor. 30 ga yaqin o'quvchim bor. 30 ga yaqin. Bitta nimasi qancha mana bu o'qish oralig'i? 2 soatdan. 2 soatdan, Haftada 3 marta. 6 soat qo'shimcha dars kelishadi. Qo'ysangiz zo'r bo'ladi. Birinchidan ota-onalar ham kutish joyini ham shu yerda mo'ljallab turibman. Agar ota-onalarni bolalarni olib keladi-yu, kutib o'tirishsin deb turibman. Bo'sh tashqarida, salqinda turishadi. Lekin yozim bilan xonadonimni bo'shatib berdim. Hamma xonadonga kirib ertalabdan darvozani ochaman. Ertalabdan kimyo, biologiya, matematika hammasi kirib o'qib ketishadi. Молодец.
zo'r bo'pti. Ta'lim markazlari, o'quv ta'lim markazlari demak 26 ta edi. Mana bu 27 yo 28-si. Nima desam ekan? Bu kundan kunga oldin shunaqa bizlarning yoshligimizda bitta sinfimizdan 2 ta 3 ta bolalar oliy ta'limga kirardi-da. Mana o'zingiz ham yoshligingiz, mana meni ham yoshligim. 2 ta 3 ta o'quvchi kirganmiz, 28 ta boladan. To'g'ri. Hozir ota-onalar unaqa demayapti-da. Mana shu 28 tasi ham kirsin deyapti-da. Balki to'g'ri qilishadi. Hamma o'zini bolasi chiqarishini xohlaydi. To'g'ri. Endi nega deng? Nega deng? Mana qaynanalarimiz ham ko'pincha o'qigan kelin nima qiladi? O'qimagani yaxshi uyda olib o'tiraman derdi. Hozir unaqa demayapti. Hozir o'qigan kelinni olib berishmoqchi. Nega? Mayli u jamiyatda o'qitmasin, lekin u bola tarbiyalaydi-yu ertaga. To'g'ri. Bola tarbiyalaydi. O'zini tuqqan bolalarini tarbiya berishiga ham o'qimishli, bilimli, ilmli inson kerak. Совершенно правильно. Da, shuning uchun hozir bu jamiyatning rivojlanishi, bu o'qish, hamma bolalarning o'qishga qiziqishi bu rivojlanish. Shunaqa paytlar bo'lgan, "Hey, o'sha payt yaxshi edi" deb qo'yishadi-da. Qulog'imizga chalinib qoladi-da shunaqa gaplar. Bu payt yaxshi emas edi. Endi o'sha paytda yashagan insonlar uchun yaxshi bo'lgan. Hech kim o'zini zamonasidan anaqa qilmagan, arz qilmagan. Biz ham arz qilmaymiz, Xudoga shukr, tinchmiz. Ishlayapmiz, yurtimiz tinch, eng glavnisi. Televizorlarda ko'ryapmiz, boshqalarda ko'ryapmiz. Peshanangizdan o'q o'tib tursa, qayerga borasiz? Qayerga borasiz? Hech qayerga bora olmaysiz. Shuning uchun Xudoga ming qatla shukr qilib, yaratganga, berganga hamma imkoniyat berib qo'ygan eng avvalo prezidentimiz bu. Xohlaganingni och, xohlaganingcha ishla deyaptilar-da, masalan. O'sha paytda zo'r payt bo'lgandir balki, lekin birorta o'quv markazi ochsa o'shani olib borib qamagan-ku. Oldin shunaqa bo'lgan-ku. Sportlarga ham yashirinib borgan-ku. Shunaqa davrlarni biz ko'rganmiz. Mana masalan, yoshligimizda sportga boraman desa taqiqlangan bo'lgan. Qaysi savob ish qilishyapti? Savob ish. Это savob. Savobga ko'milib ketasizlar. Chunki shunaqa qancha tashvish, ответственность qanaqa. Tushundingizmi? Это просто zo'r. Men xohlamayman nevaralarimni berishga shu anaqaga. Lekin uzoqda. Endi olib ketishga bitta uzoq yo'lga ham Xudo xolisa sharoit qiladigan naqada turibmiz. Chunki Olmazordan, Chinozdan, Sobrahimovdan bolalar keladi. Biz u transportini ham Xudo xolisa sekin-sekin yo'lga qo'yamiz. Hozir juda ham mana qarang, bitta mana bu o'quv markazlari bor bo'yicha mana qizimiz Inson ijtimoiy markaz agentligida shu mahallani xodimi bo'lib ishlaydilar. Bizni tumanimizda ikkita, ya'ni nogironlarga qaraydigan nima ochildi. Kunduzgi parvarish ochildi-da. Qarang-da, endi u qancha savob. Uni savobini aytsangiz-chi. Mana kimdir nogiron farzandi bor bolasi. Uyida o'sha necha yoshga to'lguncha bitta ona bandda, lekin u ona o'zi kasal bo'lib ketgan, bilasizmi? Kasal bo'lib ketgan bolaga qarab. Hozir nima bo'lyapti? Ertalab bolasini olib ketishyapti, ona ishga xohlasa ishlasin, xohlasa bozorini qilsin, xohlasa o'zi bir aylanib kelsin degan maqsadda yordam. Bu ham prezidentimizning tashabbuslari bilan bo'lyapti. Ikkita odam uyida ochdi. 10 tadan nogironi bor. Unga ana ishchilar oldi. Haligi oylik to'laydi, ishchilar oldida. Unga davlatimiz pul to'lab beryapti. Har bir bolaga menimcha 100 ming so'mdan, har kuniga 100 ming so'mdan 8 ta bolaga 800 ming o'sha xonadonga davlatimiz bir kunda beryaptilar. Siz bilasizmi, işte bu xonadonda 30 ta oila kam ta'minlangan bepul o'qiydi. Bilaman. Buni biza hozirga yaqin ish yo'q ko'paytirishmoqchi. Bizada ham hozir shu narsa ketyaptiki, masalan, kam ta'minlangan oilani bolasi butun umr kam ta'minlangan bo'lib qolish kerak emas-ku. U ham o'qish kerak. Nima uchun uborchsani masalanda endi uborchsa deymiz yoki o'sha ota-onasi diplomi yo'qdir, boshqasi yo'qdir, lekin shuni ishni qilishga majbur. Nega uni bolasi shunaqa bo'lish kerak ekan, bilimsiz bo'lish kerak. O'sha topshiriq bilan shu reyestrda, ijtimoiy reyestrda turgan fuqarolarni, farzandlarini biz bepul bog'chaga joylayapmiz, bepul to'garaklarga joylashtiryapmiz. Bu savob birinchi o'rinda, ikkinchi o'rinda ertaga shu insonlar katta bo'lib ketsa, uni savobi mana shu xolamga tegadi. Xola butun umr yashab, hech narsa ish qilmay ketganlar borda. Hech narsa, hech qanaqa savob ish qilmasdan. Lekin
to'g'risida mana sizga o'xshab nafaqada bo'lsa ham savob ish qilay deganlar ham juda ham ko'p. Juda ham ko'p. Men aytyapman, anaqa sog'lom odamlar emas, nogiron bolalarni olib, shuni mashinasida uyiga olib borib qo'yapti, olib kelyapti. U ham qancha savobda. Mana savob. To'g'ri. Lekin shunga muhtaram yurtboshimiz yo'l ochib berdi. Imkoniyat yaratib berdi. Da. Endi odamlarga bundan keyin nima bo'ladi? Bir-biriga mehr muhabbat oshadi. Nima oshadi? Samimiylik oshadi. Vatanga muhabbat oshadi. O'sha kam ta'minlangan farzand ham bunday qilib yelkasini qisib chekada turmaydi. To'g'ri. O'rtoqlariga o'xshagisi keladi. Hech kim bilmaydi masalan, to'g'risida. Hech kim bilmaydi. Ertaga u kim bo'lib ketadi? Balki olim bo'lib ketar. Mayli, omadini bersin. Eng asosiy odam bo'ladi. Odam bo'ladi. Da, o'qisa, bilib anaqa oq qorani ajratsa, men bu nima deydi, adashib bir yo'llarga kirib ketmasdan inson bo'ladi. To'g'ri. Kim nima desa orqasidan ergashmaydigan odam bo'ladi, mustaqil fikri bo'lsa. Hamma narsa bekorchilikdan chiqadi. Band bo'lgan bola har doim natijaga To'ppa-to'g'ri. Rahmat, qancha odam keldi bugun, men ham ko'rdim. O'tgan safar yozda ochganlarida ko'rdim. Rossiyaga borib yozdim hamma yoqda. Yo'q, men bunaqa deb o'ylamadim, juda zo'r. Juda zo'r. Men chunki Toshkentga ham borib keldim-da, shunaqa o'quv markazlarini o'rganib, qanaqa ekan sharoiti, shu inson ijtimoiy agentligi ochilganda shu parvarishlash to'g'risida bir nima ochildi, kompaniya ochildi, shunda bordim. Toshkentda ham xuddi shunaqa sharoit. Bundan ortiq emas. Bundan ortiq emas. O'tgan yili qaysi bolalarga talab ko'p bo'lgan talab. Bundan ortiq emas. Mana hamma sharoit ichida. Mazza. Yashab turgan xonadonimiz bo'shatib berdik, parkda. Masalan, ota-onasi uyda bo'lmasligi mumkin, ishda bo'lishi mumkin. U bola o'qishdan bo'sh paytda o'zini dars qilishga kallasi yetmas. To'g'risi, mana shu yoqqa keladi. Kechqurun ham kelishadi, qorong'igacha shu yerda o'tirishadi bolalar. Biz 26-yilga shaxsiy maktab, xususiy maktab qurishdi. Kimga berishni bilmaydi u. Vot. Bilmaydi u. Alohida yer beriladi. Хорошо. Noldan yer beriladi. O'sha yerda noturar bo'lish kerak. U turar bo'lish kerak emas. Хорошо, нет проблем. Yer ajratsa yallamada. Menga anaqalarini bering, danlilarini hammasini. Men ertaga hokim bilan gaplashganda men anaqa qilib ko'raman. Xususiy maktab ochadigan inson bor ekan. 26-yilga kirgizamizmi, yo'qmi deb taklif berib ko'raman. Rahmat sizga.